أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz oldingi darslarimizda kitobimizningki cho'ng asosiy 11 temaga bo'linganligini so'zlab o'tib, birinchi temada ilmut tafsir, ya'ni usulut tafsirininki ta'rifati, tafsirning ta'rifati va ta'vilning ta'rifati, tafsir bilan ta'vilning o'rtasidagi farqlar va bu haqdagi o'xshamagan ko'z qarashlar va usulut tafsirininki temasi va ahamiyati va g'oyasi va fazli qatorliq mazmunlar haqida to'xtalgan. Ikkinchi temada tafsirininki paydo bo'lishi va ta hozirga qadar besib o'tgan bosqichlar haqida so'zlab o'tdik. Va tafsirining besib o'tgan bosqichini cho'ng jihatdan 4 bosqichga bo'ldik. Birisi at-tafsir fi ahd ar-rasul sallallohu alayhi va sallam. Yana birisi at-tafsir fi ahd as-sahaba radhiyallohu anhum. Yana birisi at-tafsir fi ahd at-tabi'in rahimahumullah. Eng oxirgisi at-tafsir fi ahd at-tadvin bo'lib, buning ichidagi yoziqchilik besib o'tgan bosqichlarni yana 4ga bo'lgan. Endi undan keyingi temada biz bugungi darsimizda ixtiloful mufassirin va asbabuhu haqida to'xtalamiz. Endi bu mazmunninki shu usulut tafsirida bir temulishning asosiy sababidan birisi sahobalarninki cho'ngi ta bugunga qadar kichik mufassirlar g'ichi bo'lgan arliqdagi shu tafsir, Qur'onni tafsir bilan shug'ullangan, tafsir qilish bilan shug'ullangan kishilarninki bir oyat haqidagi o'xshamagan ko'z qarashlarininki xarakteri, qanday o'xshamagan xarakterlar bu. Alloh bu Qur'oni Karimni islom ummatiga tushirgan tursa, tushirgan zot bir tursa, etkigan payg'ambar bir tursa, musulmonlarning qiblasi bir tursa, Qur'on bir tursa, nimda tushuncha har xil bo'ldi. Bu yerdagi tushuncha o'xshamaslikqa bir tip yiltizdan ziddiyatlik masalami yoki boshqacha masalami yoki bu. Ya'ni dinning asosiy prinsipiga munosabatlik masalalarmi yoki dinninki amaliy shar'iy ahkomlaridagi masalalar bo'lib, bu yerdagi o'xshamaslik bizga nisbatan bir kamchilik hisoblanadi. Yoki bu o'xshamaslikning tibbiy sababi nima degandek bir xil masalalar ko'pincha talabul ilmi o'quvchilarimizning kallasida bir xil savol holatda qilqiqliq hamda ba'zi xato tushunchalarmi kelib chiqarliq. Shuningdek biz bugungi darsimizda ixtiloful mufassirin va asbabuhuda sahobalarning davridagi tafsirlarning xarakteri, buningdagi ba'zi o'xshamasliklarninki bo'lganligi, undan tabiinlarning davridagi bir qism o'xshamaslik masalalarini so'zlagach, undan shu o'xshamasliklarning ham xarakter jihatda tipiltizning ziddiyatlik masala bo'lmasdan amaliyotda tur o'xshamasligi, ya'ni mana shu vaqtda mazmunning kengayish ekanligini so'zlab bo'lgandan keyin asosli mufassirlarninki ixtilof qilishining, ya'ni tafsirdagi o'xshamagan fikrininki jami 9 xil ekanligini biz so'zlab o'tamiz inshaalloh. Ya'ni mufassirlarninki tafsir haqidagi o'xshamagan ko'z qarashlarininki asosiy sabablari 9 turli bo'lib, birinchisi hozir qisqacha bir o'tib ketildi, undan keyin darsning o'ziga kelgan vaqtida tafsir so'zlaymiz. Oyatda birdan ko'p qiroat turish. Hamma bilan bilamiz, payg'ambar alayhisalom degandek Qur'on 7 ala 7 ahruf ustiga tushgan. Ya'ni bulardagi ahrufni ulamolar 7 xil til, 7 xil shiva deb tafsir qiladi. Ya'ni bir oyatda bir ikki xil qiroat bo'lganlik, uning ma'nosi shu bir ikki xil bo'ldi degan gap. Amaliyotda bunimi aniq tashviga vaqtimizda, inchikilab turgan vaqtimizda bu yana ziddiyatlik tipilzizni qarshi ma'no olmasdan amaliyotda bir-birini to'liqlaydigan, mazmun kengaytiradigan tur masalasi bo'lib chiqadi oxirsida. Undan keyin qiroat yo'llaridagi o'xshamaslik masalalari, inshaalloh buni tafsiliy so'zlaymiz. Uchinchisi so'zdagi maqsaddagi o'xshamaslik masalasi. Ya'ni so'zlar odatda mushtarak bo'ladi, haqiqat majaz bo'ladi, am xos bo'ladi. Ba'zilar ma so'zning maqsad, ma so'zning ma'nosi, chunki ko'p ma'noli so'z bo'lg'achqa, mutaradif so'z bo'lg'achqa, ya'ni mushtarak so'z bo'lg'achqa bo'ladi desa, ba'zilar ma bo'ladi deb. Ba'zilar bu so'zning maqsad iroda qilindi desa, ba'zilar bu xoslanadi, ba'zilar mutlaq olindi desa, ba'zilar muqayyad degandek maqsad asosiy 3-turda so'zdagi mushtarak so'zlardagi qaysi xil ma'noni olamiz, mushaxdagi mufassirlarning o'tirdagi o'xshamaslik, keyingi tafsirlarning o'xshamasligini keltirib chiqargan. 4-isi oyatlarning lafzli so'zliklari ishlatilgan mutlaq muqayyadlik masalalari.
Beşincisi oyatlardaki amxaslık meseleleri. Altıncısı oyatlardaki hakikat mecaz meseleleri. Yettincisi zimir keltirish, aşkar keltirishda zimirlarning qaytilgan o'rni musha haqdagi o'xshamasliklar oxiridagi chiqqan tafsiridagi o'xshamaslikni keltirib chiqargan. Sakkizinchisi oyatlardagi ba'zi oyatlarningki mansux yoki kuchga ega ekanligi. Mansux oyatmi, kuchga egami? Ba'zilar mansux desa, ba'zi kuchga ega deydi. Kuchga ega deganlar boshqacha tushunib turib, kuchga ega desa, mansux deganlar boshqacha tushunib turib, mansux deydi. Bu masalalar. To'qqizinchisi oyatning tafsiri sifatida kelgan hadislarningki o'xshamasligi. Ya'ni mufassirlarning ba'zisiga ba'zi hadislar yetgan, shu hadislar bo'yicha ma'qul tafsir qilsa, mufassirlarning yana ba'zisiga u hadislar yetmagan, ular oyatning boshqa nuqtasini tutib turib, boshqa xil tafsir qiladi. Buning shu omillar mufassirlarningki tafsirda o'xshamaslik, tafsirlarning o'xshamasligi, ba'zi bir o'zgarishlarning bo'lib qolishiga turtki bo'ladigan omillar bu haqda inshaalloh kitobning o'ziga kelib tafsirli so'zlaymiz inshaalloh. Endi mufassirlarningki ixtilofati va asbabuhu, ixtiloful mufassirin va asbabuhu. كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن بمقتضى السليقة واللسان العربي وإذا أشكل عليهم معنى سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فبينه لهم وكانوا رضي الله عنهم يجتهدون في استنباط معاني ودلالات بعض الآيات القرآنية. Endi sahoba radhiyallohu anhumlar Qur'oni Karimni o'zining xarakteri taqozosi, arab til taqozosi bilan tushunadi. Buni bizmi oldingi darsda nachrat deb o'tdik. Ularga bir hukm, bir ma'no qiynab qolgan vaqtda va iza ushkila alayhim ma'nan. Bular Rasulullohdan so'raydi da Rasululloh bu qiyin ma'noni yoki bu masalani ularga tushuntirib qo'yadi. Bular yana sahoba radhiyallohu anhumlar ma'nolarni, hukmlarni yakunlashda ijtihod qiladi. Qur'oni Karimning oyatlarining ba'zisining ifodalarini yakunlashda, chiqarishda ijtihod qiladi va shuningda bular farq qiladi. Hammasi o'xshash emas. Nimishqa? Ularningki asbabun nuzulni bilishdiki va oyatlarni qorshab turgan hodisa, munosabatlik talablarni bilishdiki, undan boshqa fadlangan, undan boshqa ularning aqliy qudratlarining farqlari natijasida bular oyatlarni tushuncha olishda, oyatlarni tafsir qilishda farq qiladi. Tabiiy ahvol. Chunki sha'nuhum sha'nul bashar. Bular inson, buning ahvoli xuddi boshqa insonlarga o'xshash insonlar bir uydan chiqqan ikki qarindosh bir masalaga o'xshash qaramagandek masala. Shuningga faqat kana yaqa'u baynahum ixtilof at-tafsir. Ularning orasida tafsirda ancha-muncha ixtiloflar yuz beradi. Lekin alohida diqqat qilishlik bir nuqta ma ixtilof sahobalarning ichida eng az edi. Sabab desa, li umur bir qancha omillar sabablar tufayli. U sabablardan tuanda avtor 4 turlik omilni so'zildi. Nisbatan sahobalar, Rasulullohning davridan ta hozirga qadar mufassirlar oilasiga tava kishilarning o'tirdagi ixtilofning ichida eng oz ixtilof bo'lgan tabaqat kim bo'lsa sahobalar tabaqati. Birinchidan Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ularning orasida bor bo'lganligi eng cho'ng omil va ularningki orasida ixtilof topilgan vaqt Rasulullohga murojaat qilganligi. Shuning bilan Rasululloh bularga shu ixtilofni oydinlashtirib berdi. Natijada u ixtilofning hech qanday ta'siri qolmaydi. Mana bu nuqta sahobaning o'tirdagi ixtilofni eng to'nchaki chugizgan. Ammo mishal bir nuqtani eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Insonning, zaminda yashayotgan insonning xarakterining o'zi har xillik. ومن الناس والدواب مختلفا الوانه. İnsan Allah tarafidan har xil yaratilgan maxluq. İnsanның tafakkuri har xil, tasavvuri har xil o'ylaydi va har xil muhitda yashaydi. O'xshamagan til, o'xshamagan millat, o'xshamagan o'lpular yashaydi. Bunday bo'lgan ekan, ularning tabiiy ba'zi masalalarda o'xshamagan shaklda elish, ularning erkinlik huquqi bo'ladi, yoki ularning tabiiy taqozosi bo'ladi. Ham dinmo dal mushunga mos shaklda nurg'un ishlarni o'tirib qo'ygan. Ham Qur'oni Karimning tabiitimi dal mushunga mos shaklda tushirilgan bo'lg'ach, bunda o'xshamasliklarning chiqishi, ba'zi tushunchalarning o'xshamasligi tabiiy ahvol. Bu insonning tabiitining taqozosi, dinning tabiitining taqozosi, agar buni to'g'ri tushunsak. Demek Rasululloh ularning orasida bo'lganligi mushu sahobalarning o'tiridagi o'xshamaslikni eng to'nchaki chugizgan. Bu bir omil. Ikkinchi omil, Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularni ixtilofga olib boradigan ishlardan cheklaydi. Xuddi Amr ibn Shuayb
dadisidan u buvasini rivoyat qilgan bir rivoyatda bir bilik kishilar Rasulullohning ishtirida o'tiradi. Ularning ba'zi dedi Alloh bundoq demi desa, ba'zilar buningga qarshi va Alloh undoq demi dedi. Demak, alaqi oyatlarni xato tushunish natijasida oyatlarni o'zaro birisi bilan urush turyotdi, ha. Shuning bilan bu ahvolni Rasululloh anglagandan keyin Rasululloh chiqdi, xuddi Rasulullohning yuziga onaning donisi siqilgandagina qizirib ketdi. Chunki ma ahvol nodonlikdan chiqadigan ahvolda sahobalarga musha haqda tarbiya berish navbat kelib qoldi. Rasululloh dediki, "Abi hada umirtum." Boshqa shay yo'q sizlarningki. Sen vazifanglar mushumi? Sizlar mushning buyurilganmi? Au bi hada bu'istum ma rawidin shaklishi mumkin. Mushning avatilganmisizlar? Vazifanglar shummi sizlarningki? An tadribu kitaballoh ba'dahu bi ba'd. Allohning kitobini bas-basdan suv qochtirdiganga tushunmagan tarafini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Uchoq buyurilmalar kelsa amal qilinglar. Cheklamalar kelsa yeninglar. Tushunganingni tushuninglar, tushunmaganingni qo'yib qo'yinglar. degan asosda kelgan mazmun. Innama dallat al-umam qablakum fi misli hada. Haqiqatan sizlarning ilgirki millatlar, ilgirki ummatlar dal mushnunga o'xshagan ishlarni behuda datalashlarda vayron bo'lgan. Innakum lastum mimma hahuna fi shay. Degani sizlarning hozirgi ma o'tiraq, ma datalash qilayotganinglar hech nimaga tabi emas. Sizlar bundan Alloh ajr beramiki, biz bir narsalarga erishib qolamizmi deb o'ylab qolmanglar. Sizlar hech nimaga tabi emas hozir o'tirishinglar. Degani hech qanday ahamiyatsiz o'tirishma u. Ahamiyatsiz bahsma u. Ahamiyatsiz datalashma u. Unzuru allazi umirtum bih ta'malu bih. Buyurilgan ishni shuni qilinglar. Vallazi nuhitum anhu. Cheklangan ishni olsa, to'xtanglar, fantahu anhu. Ma Qur'oni Karimga amal qilishning eng yaxshi yo'li. Qur'onni yuzak, ya'ni tub-tuz tushunish. Buyruq ijro qilish. Ya ayyuhallazina amanu bilan boshlanib, anda qilinglar, bunda qilinglar. Kutiba alaykumul qital, kutiba alaykumus siyam, aqimus salat va atuz zakat. Amal qilsa bo'ladi. Va la taqrabuz zina. Amal qilsak bo'ladi, ya'ni yansaq bo'ladi. Ma Rasulullohning manda tarbiyasi sahobalarning orasidagi Qur'onda ixtilof qilish, ma o'zining tushunchasini ko'tarib bir oyatlarni o'ziga dalil qilish, o'zining tushunchasini ko'tarib bir oyatlarni dalil qilishda eng ixtilofni eng tuanjaga cho'gizgan. Uchinchi omil sahoba radhiyallohu anhumlarningki shar'iy ma'lumotining kengriligi va ularning arab tilini bilishi, arab til uslub va arab til hukmlarini bilishi qatorliq omillar bularning orasidagi ixtilofni tuanjaga cho'gizgan. Mana bu ahvollar mimma yassara lahum mimma degani mana bu ahvollar bularga nurg'un oyatlarni arab tilining taqozosi bilan bilishni qulaylashtirgan. 4-omil zamonning ularga qilgan ta'siri. Hammalar bilamiz, odam yashayotgan muhitning ta'siriga uchraydi. Muhiting ixtilof bilan to'shqan muhit bo'lib qolsa, sening tabiiy holda shu muhitga kirib, sen bir jilalga aylansa. Agar muhiting ilmiy, ahamiyatli ishlar bilan shug'ullanadigan, behuda datalashlarni cho'rib qo'ydigan, qayrib qo'ydigan bir muhit yashasang, tabiiyki senmi shu xil muhitning mevasi sifatida ahamiyatli ishlarni qilgan odam bo'lsa. Chunki shu asrning farzandlariga ta'sir bo'ladi. Ma'lumki, sahobalarning asrlarning eng yaxshisi. Shuningga Ibn Taymiya rahimahulloh deydi, sahobalarning o'tirdagi Qur'onning tafsiri haqidagi datalash qalilan jiddan intayin azdi. Va huwa garchi u datalash tabiinlarning ichida, sahobalarning ishidagi datalashdan ko'proq bo'lsa-mu, ammo tabiinlarning ichidami ulardan kimga nisbatan azdi. Har vaqt zaman yaqinlashgan sari biz tarafga yaqinlashgan sari, ya'ni yiroqlashgan sari degan gap Rasulullohning davridan. Kanal ijtimo, o'rtaqlashish, val i'tilof, ittifoqlashish, bilim, bayon buningda nim bo'lgan, ko'p bo'lganligini zaman Rasulullohga yaqinlashgan sari, qancha yaqinlashgan sari zamonning ixtilofati, ittifoqligi, ijtimoiy ilm buningda kuchli bo'ladi. Rasululloh zamonasiga yaqinlashgan sari, tug'an sari, bag'an sari, vaqt o'tgan sari aramızda ixtilof, o'xshamagan ko'zqarash, oddiy narsalar aramizni buzib qo'yadigan bunday ahvol shakllangan. Shuningga biz ixtilofningki zaman
o'tgan sari kullama imtadda zaman degani zaman yiroqlashib uzoqgan sari zaman o'tgan sari zimin kengaygan sari ixtilofning qanaqa bo'layotganligini ko'p. Lihaza naral ixtilof yazdad. Yani ixtilofning ziyoda bo'layotganligini ko'ramiz, doiraning kengayotganligini ko'ramiz. Nima? Kullama imtadda zaman. Yani zaman o'tgan sari. Endi Qur'oni Karimning tafsirida sahobaning o'tirisida ixtilof oz turib, lekin bu ixtilofning ko'pinchisi yana o'zaro tip yiltizdan bir-biriga qarshi zid ixtilof bo'lmasdan tur ixtilofati degani bir masalaning ikki yuzi. Bir masalaning ikki yuzi. Ma masala zayn yetkazmaydi. Tip yiltizdan ziddiyatlik masala bo'lib qolsa, ma bir-biriga qarshi bo'ladi. Ammo ma sahobaning degani ma masalaning ma yuzi, ma sahobaning degani ma masalaning ma yuzi. Amaliyotda o'xshash ish. Qarmoqqa ixtilofdek tuyuladi, o'xshamasdek tuyuladi. Yiltizdan bir masalaning ikki tarafi xolos. Ya'ni bu ixtilofning ag'labahu ko'pinchisi nega qaytadi desa, tanavvu tur ixtilofati qaytadi, tazod zid ixtilof qo'shuv emas. Ma tur ixtilofat degani ixtilofat turlariningki eng oddiysi. Mana shu vaqtda ixtilof emas bu. Am tur ixtilofatini turga kelsak, biz salaflarningki tafsiridagi ixtilofatini bir nechta turlarga bo'lib qaytara olamiz. Shu turlarning qatoridan birinchisi bunda ixtilof hamdi bu. Mufassirlarning har biri shu maqsadlik ma'noni o'zining hamroyi qo'llangan iboratdan boshqa iboratlar bilan ifodalaydi. Amaliyotda ma'mu mufassir bir gapni boshqa hukm bilan davatidi, men boshqa hukm bilan davatman. Amaliyotda ikkala hukmningki apamoqchi bo'lgan nishoni bir chiqadi. Faqat bu tanavvu, tafannun fil ibara bas. Tadullu ala ma'nan fil musamma ghayra al ma'na al akhar ma ittihad al musamma degani eng oxirgi hukmning biroq ittihad al musamma degani shu davatgan gapimiz ishlatayotgan iboratning eng oxirgi musammasi. Ya'ni ifodalamoqchi bo'lgan eng oxirgi ma'nosi biroqligidan turib ma sohibi ishlatgan ma'no yana bir ishlatgan ma'nodan boshqa ma'noni ifodalaydigan iborat ishlatiladi deydi. Qayta tarjima qilib ya. Ya'ni mufassirlarning har biri maqsadlik ma'noni o'zining sohibining qo'llangan iboratidan boshqa iboratlar ifodalaydi-ki, bu iborat haliqi musammadiki degani shu hukmdiki eng oxirgi hukmdiki yani yana bir tarafning ma'nosidan boshqa bir ma'noni ifodalaydi, lekin eng oxiridagi hukm ikkilisining o'xshash. Shu. Ma shimoldagi yo'ldan mangdi, ma janubdagi yo'ldan mangdi. Eng oxirida ikkilisininki yetib boradigan manzili bir o'g'onga o'xshashlar. Masalan, buni misolini ko'rsak, Surah Fatihadagi Siratal Mustaqim degan oyatni qilgan tafsirga kelsak, ba'zi sahobalar mufassirlarning ba'zisi buni Siratal Mustaqim Qur'on dedi. Ehdina Siratal Mustaqim degani bizni Qur'onga hidoyat qilsa degan gap deydi. Ya'ni ba'zi mufassirlar tarafidan deyilindi, bu yerdagi Siratal Mustaqim islom maqsad ko'z tutildi deydi. Ya'ni bizni islomga boshlasin degan gap deydi. Ya'ni ba'zi mufassirlar tarafidan deyildi, bu degani sunnat va jamoatni ko'rish. Ba'zilar deydi bandichilik, ba'zilar deydi Allohning itoat qilish. Amaliyotda Qur'on desimi bizni opiradigan biriya, islom desimi biz boradigan yer biriya, sunnat jamoat desimi biz boradigan yer biriya, ubudiyat desimi biriya, taatullohi va rasulih desimi o'xshashlar biriya. Hammaning apamoqchi bo'lgan nishoni bir, faqat bu yerda ishlatilayotgan ibora va iboraning ma'nosi o'xshamaydi bas. Demak, fa hadhihi al-aqwal ma so'zlarning hammasi bir zotni, ya'ni bir hukmni ifodalaydi, eng oxirgi. Lekin bu zotni, bu hukmni mufassirlarning har biri shu hukmning sifatlaridan bir sifat bilan qana qilgan, sifatlagan emas. Shunchalik ixtilof, ilgirkilarning ixtilofati. Bu ilgirkilarningki tur ixtilofotining bir turi. Ikkinchisi, her mufassir am ismdan uning ba'zi turlarini misol keltirish yo'li. Masalan, so'zlaydagina Qur'oni Karimda bir am lafzidan birisi bor. Am lafzi degan nurg'un doirani o'z ichiga oladi. Mufassir buni tafsir qilib ketib o'tib, albatta am lafzi o'z ichiga olgan butun ma'nolarning hammani tilga qilish mumkin emas. Ammo mufassirning zehniga eng yaqin bo'lgan ma'lum bir turni, ma'lum bir juz'iyatni misol sifatida tilga oladi. Shuning bilan mu tafsirda mushu amdan maqsad qilingan gap, mushu juz'iyat tek tuyulib qoladi. Yeni bir mufassir kelib, umum shu am lafzidan tushuntirib ketib o'tib, am hukmni, am hukmni tushuntirib ketib o'tib, zehniga eng yaqin bo'lgan shu amning juz'iyatlaridan birini misol sifatida akiladi. Shuning bilan bu tafsirlar keyingi vaqtga kelgan vaqtda
o'quvchilarning oldiga kelib, "Ma mufassir mundaq debdi, ma mufassir mundaq debdi" deb xuddi bu ikki mufassir oyatni ikki xil tafsir qilgandek tuyg'urdi. Amaliyotda shu ikki mufassirning yoki uch mufassirning tafsirini bir yerga yig'sak, shu om halaqa hukmning, om uqumning, om tushunchaninki afrodlarining hammasi bir yerga to'plangan bo'lib, to'liqlandi bas. Va mustami'ni anglag'uchini ma'lum bir turga askartish asosida shu omning ba'zi afrodlarini tilga oladi. Qandaqdir om xosliqda miyadagi ta'rif qilinayotgan, tushundirilayotganga mos keladigan hadyo'lan emaski, mening tilga elayotgan mushu misolim oyatdan chiqayotgan ma'noning hammasi mushu demakchi emas. Faqat bir misol sifatida va anglag'uchiga nisbatan mushu ma'no nisbatan muhim ahvol demakmda. Chunki hamma odam o'zining zihnida bor, atrofiga yaqin, ig'izga tez keladigan misollarni so'zlaydi. Shuni masalan buning misoli Qur'oni Karimning tuvandagi so'zini naql qilingan tafsirlarda mushundaq misol yuqoridagi tur o'xshamaslikka namoyon qilinglar. Summa awrasnal kitaba allazina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrat. Oyatning mazmunida biz bandlarimizning ichidan tanlagan kishilarga kitoblarni avatdik, cho'yadik, meros qo'ydik. Bular kitobga tutadigan pozitsiya muomalada bularning ichidan o'ziga o'zi zulm qildiganlar bor degani, buyrug'larni joyida qilmaydiganlar bor. Va ularning ichidan normal, mutadil mangdiganlar bor va bularning ichidan yaxshiliklarga oldiraydiganlar bor dedi. Endi bu yerda o'ziga zulm qildi deganlar balkim yomon ishlarni qilishi mumkin, buyrug'larni qilmasligi mumkin. Yomon ishlarning turi ko'p, qilmaydigan buyrug'larning turi ham ko'p. Normal deganlar normal ishlarning turi ko'p. Yaxshilik degani yaxshilikning turi ko'p. Mufassirlar mushuni izohlash jarayonida birisi an deyishi mumkin, birisi man deyishi mumkin. Masalan, mufassirlarning ichidan mundaq deganlar borki, sabiqun bil khayrat degani namozni avval vaqtida o'qiydigani. Bir misol. Muqtasid degani namozni o'tir vaqtda o'qiydigani, zolim li nafsihi degani asrni kun quyosh sag'arg'ucha kechiktirib o'qiydigani tafsir qilinsa, bu bir misol. Butun oyatning tafsiri bu emas. Mufassirlarning ichidan mundaq deganlar borki, sabiqun bil khayrat, muqtasid, zolim deganlar Sura Baqaraning oxirida so'zlangulik, sabiqun bil khayrat degani al-muhsin bis sadaqa, ya'ni sadaqa bilan ihson qildigan odam. Zolim degani jazoni yeydigan odam, muqtasid degani savdo bilan halol savdo qilib, odillik yuguzdigan odam deb buni tafsir qilib, bu bir misol. Ya'ni mufassirlar ichidan minhum man qal munaq deganlar borki, sabiqun bil khayrat degani vajibatlarni mustahablar bilan ado qilish orqali ibodatda ihson qildiganlarni voyaga yetkazib ibodat qildiganlar. Zolim degani jazoni yeguvchi, zakatni bermaguvchi. Muqtasid degani farz zakatni ado qiladigan, jazoni yeydigan. Va bunga o'xshagan nurg'un tafsirlar bor. Bular hammasi Qur'oni Karimning ma oyatidagi o'ziga ilingan bir turlarni, bir afrodlarni bizga gapirayotdi. Amaliyotda bizga zid uqumlar emas bu. Demek, fekullu qavlun min hadhihi al-aqwal. Ma so'zlardan har bir so'z mushu oyatning nassi o'ziga olgan mazmunlardan bir turni so'zlaydi biz. Nimishqa anglag'uchi shuni tunishtirish va shu anglag'uchiga shuning o'xshashli anglag'uchini shu onun o'xshashlariga askartish. Ammo bu abturning bunda yoki mufassirning bir turini tilga olganligi wala yudad ma zakarahu g'ayruhu ki boshqa mufassirlar tilga olgan misollarga hangiz kelmaydi. Qanaqdir ma mufassir bu yerda zakat degan boshqasi emas. Unda ish yo'q. Ma'noning tilga olgani bir tur, ma'noning tilga olgani bir tur bas. Ma'u yuqori so'zlaganimiz tur ixtilofatninki ikki turi. Endi tur ixtilofatning 3 turi, bunda ixtiloflar bunda ahvolda yuz beradi. Ma yakunu fihi al-lafz muhtamalan al-amri. Bunda bir oyatlar bo'ladi. Ma yakun fihi degani shunday bir oyatlarki, bu oyatda yoki bu tafsirida so'z tafsir qilmoqchi bo'lgan so'z ikki ma'noga ehtimolli. Buni arab tili o'qigan hammasi biladi. Arab tilining so'zlarining ichida qo'sh ma'noliq so'zlar, ya'ni mushtarak, lafz mushtarak deb qo'yamiz. Ikki xil ma'no aslida bor. Qandaqdir birisi ko'chma ma'no, birisi asli ma'no emas. Uni biz haqiqat majoz deymiz. U boshqa gap. Lug'atning aslidan tayinlanishlar bir so'zdan ikki xil ma'nosi bor. Qur'onda ashta so'zlar kelib qilinglar. Albatta ikkala so'zning ma'nosi
Bir mufassir ma ma'nini asos qilib turib bir ma'nilarni olgan bo'ldi. Yana bir mufassir ma ma'nini tutib turib, yana bir ma'nilarni olgan bo'ldi. Dal mush yerdan o'xshamasliklar kelib chiqdi. Lekin bu o'xshamaslik bir narsaning zid ikki taraf bo'lmasdan, balki bir narsaning mazmunini kengaytiradigan taraf bo'ladi. Masalan, buning misoli Qur'oni Karimdagi qasra iboratini lug'atdan aqtarsak, asl lug'atlardan aqtarsak, rami degan ma'nosimi bor, asad degan ma'nosimi bor. Mufassirlardan rami deb tafsir qilganlar bo'ladi, asad deb tafsir qilganlarmi bor. Asa desak, lug'atni aqtarsak, kelgan ma'nosimi bor, ketgan ma'nosimi bor. Buningdan kechining kelishi, kechining ketishi ikki xil ma'no. Ba'zi mufassirlar oxil tafsir qilsa, ba'zi mufassirlar ma'xil tafsir qiladi. Qar'i degan so'z vel mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'tiki qar'i degan so'z lug'atning o'ziga qarasak hayzni iroda qilinadi bu so'z bilan to'hrini iroda qilinadi. Mufassirlarning ichidan to'hri olganlarmi bor? Shofiy mazhabiga tabi mufassirlarga o'xshash, hayz olganlarmi bor? Hanafi mazhabiga mufassirlarga o'xshash yoki fuqaholarga o'xshash. Bumi so'zningki lafzi mushtarak bo'lganligi mufassirlarning tafsirininki o'xshamaydigan bo'lib qilishdiki bir omillarning birisi. To'rtinchi omil, to'rtinchi mushu tur ixtilofatining turi endi omil emas, to'rtinchi tur ixtilofat bizatiga mufassirlarning ixtilof qilishining asosiy sababi kamidir. Faqat ilgirki salaflarning tafsiridagi o'xshamaslik ixtilof tur ixtilofati deb kelib, masalan bu tur ixtilofati qanday desa birinchisi savol, ikkinchisi savol, uchinchisi savol, to'rtinchisi ular deydi. Bir hukmni yaqin alfozlar bilan qana qiladi ifodalaydi. Masalan buning misoli ularning biri Alloh taolaning antus biladigan so'zni tohbas, mana sulunudu, to'xtatuludi deb bunda izohlagan bo'lsa, yana birisi turtahanu, go'ruga ilinadi degan gap, yana biriga bog'lanadi degan gapda hisobda har ikkalasi ma'nosi o'xshash, yaqin. Shunga o'xshagan. Demak, ma turlar, tur ixtilofatidan bo'lgan ma turlar zid ixtilofatidan, demak, tupildidan zid ixtilof emas ma u, buning qatorida emas. Balki bu shunda bir ixtilofki la darara fihi. Bunda ziyon yo'q. Ma'no aksi kengaydi. Imom Zarkashi deyotdi, bir oyatning ma'nosida mufassirlarning so'z ixtilofati ko'paydi. Bu so'zlarni, bu ixtiloflarni tafsir yozuvchilar so'zda o'xshamagan so'zlarning iboratlari bilan ifodalaydi. Chunki unda farqli emasmi? Ondan keyin tushunchisi yo'q odamlar, kin kelgan tushunchisi yo'q odamlar Aşınonda ixtilof bor ekan deb o'ylab, buni bir so'z shaklida, so'z sifatida, o'xshamagan fikrlar sifatida hikoya qiladi. Amaliyotda valaysa kadalik. Unda emas, balki ulardan har biri oyatdan zohir bo'lgan ma'noni so'zlagan. Nimishqa shu ma'nodan to'xtagan desa, faqatlam shu ma'nodan tilg'ilib to'xtashning sababi, chunki u shu digichining qishdagi eng oshkor ma'no yoki so'g'ishning ahvoliga eng loyiq ma'no. Chunki mufassirlar Qur'on tafsir qilgan vaqtda atrofidagi odamlarning ahvoliga qarab turib, oyatdan ularga mos bo'lgan ma'noni ayttiradi. Oldimizdagi odamlar o'xshamaydi, ularga qarab bizning qilgan tafsirimizmi o'xshamasligi kerak. Ba'zi ularning ba'zisi bir narsadan xabar bermoqchi bo'lsa, shu narsaning lozimi, ya'ni shu narsaning taqozosi yoki o'qish bilan xabar berishi mumkin. Yana birisi shu biz xabar bermoqchi bo'lgan, demoqchi bo'lgan gapining maqsadini, mevasini deyishi mumkin. Amaliyotda hammasi ko'pincha vaqtlarda bir ma'noga qaytadi. Val murad al jami' degani hammasi maqsad asli. Shuningga buningga alohida diqqat qilinsin. Qandaqdir iboratlarning o'xshamasligidan maqsadning o'xshamasligini tushunilsa olmaydi. Xuddi shoirlar buning bir gapi bor. Ibaratuna shatta va husnuka wahid kullun ila zalikal jamal yushiru. Sening go'zalliging bir, bizning ifodalashimiz har xil. Ammo har xil ifodalagan hamma so'zlarimiz shu go'zallikni ishorat qiladi. Masalan, bizning Uyg'ur tilida go'zallikni ifodalamoqchi bo'lsa, xotinliklar uz deydi. Yana bir yerliklar go'zal deydi, yana bir yerliklar chiroyli deydi, yana bir yerliklar satang deydi. Shunga o'xshagan chiroylikni ifodalaydigan har xil iboralar emasmi? Shunga o'xshagan masalalarda ma she'rda deyilgandek ilgirki mufassirlarning tafsiridagi o'xshamaslikning ko'pinchisi mana mushu turdan. Demak, yuqorida biz sahobalarning o'tiridagi ixtiloflarning ozulishdagi omillar, andan keyin ularning o'tirida ixtilof bor deyilgan taqdirda bu ixtilofningki hukm jihati bir-birisiga zid ixtilof bo'lmasdan, balki tur mazmunni kengaytiradigan, doirani kengaytiradigan ixtilof ekanligi va bu ixtiloflarningki shakllari, turlarini so'zlab o'tdik. Endi darsning asosiy mazmuniga keldik. Bugungi darsimizning temasi
ixtilaful mufassirin ve esbabuhu. Biz bayatında ötgendek mufassirlarning çoğun ixtilofatning çoğun sebeplari 9. Bugünkü dersde biz inşallah şu 9 sebepning ichidan 3 sebepni so'zlaymiz. Bunun birincisi وَلِيَخْتِلَافِ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ أَسْبَابٌ كَثِيرًا. Seleflerinin tefsirdeki ihtilaf kılışının nurgun sebepleri bulup, bu sebeplerden birincisi evvelen en yekune fil aya ekthera min qira'a. Yani ayette birden köp qiraat olur. En yekune fil qira'a ekthera min qira'a. Ayette birden köp qiraat olgandikin şu müfessirlerinin her bir ayetini şu məxsus qiraatga qarab tefsir qildiği ahvallar var. Madem qiraat mutawatirlan bolsa Qur'an hesaplanıyordu. Mutawatirlan bolsa namazda o'qig'ili bo'ldi. Mutawatirlan bolsa shu orqali tafsir qilishga bo'ladi. Mutawatirlan bolsa bu oyatdan chiqqan hukmga keskin amal qilish tamoman vojib. Unda bo'lgandan keyin mufassirlarningki qaysi xil shaklda bo'lsin mutawatir qiroatlar bo'yicha o'zi tafsir qilmoqchi bo'lgan shaklda tafsir qilsa bo'laveradi. Bu ularning huquqi. Masalan, buning misoli Ibn Jarir at-Tabari Mujahiddan وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Müşriklerning shunchalik idisning islomga nisbatan qatmal ekanligini tasvirlabmi oyatda. Hilg'u bular hozir ishonmayotidi ma dinga kirmayotidi. Diniy masalalarga shaklan qarayotidi. Bularga eshikdan birini echib osmondan eshyaga tuzuk chiqqan taqdirda osmonni ko'z kirgan taqdirda bular nima deydi desa, yo'q. Innama sukirat absaruna. Yoki yo'q. Innama sukirat absaruna. Ikki xil qiraat va bu ikki xil qiraatni ba'zi mufassirlar ba'zisi sukirat bo'yicha tafsir qiladi, ba'zisi sukirat bo'yicha tafsir qiladi. Unda bo'lsa qarab boqaylik. Sukiratning qanday ma'nosi bor? Sukiratning qanday ma'nosi bor? Sukkiratning ma'nosi suddat ma'nosi bor. Ya'ni bularni osmonga chiqib, ko'damamani endi imoya etamiz desa, yo'q. Bizning ko'zimiz tuzlab qoldi. Biz hozir ko'rganimiz haqiqat emas deb menda turib oladi. Balki sehrlandik deb menda deydigan odamlar ma'noda bo'ladi. Demak, ma tafsirimi intayin emas. Ondan keyin Ibn Abbas radhiyallohu anhudan chiqib Ibn Abbas deydi, sukirat degani uxidat suhirat ma'nosi. Ya'ni ko'zimiz bog'landi bizdan. Yo'q, bizning ko'rganimiz haqiqat emas. Biz bu osmonga chiqmadik. Bizni osmonga o'xshaydigan bir yerga kelib, mavla bizni sulayotdi. Yo'q, ko'zimiz bizning sehrlanib qoldi deb mandaq deyish degan bo'ladi vaqtida. Demak, sukiratdan suddat ma'nosi oldik. Sukiratdan uxidat suhirat ma'nosi oldik. Har ikkilisida bayatni degandek tafsir o'xshash, tamoman o'xshash. Shunda deydi, "Man qara'a sukirat." Tashdidli holat sukirat o'qigan odam, ya'ni suddat ma'nosi bilan bo'ladi. Man qara'a qanday odam sukirat o'qisa, bu vaqtda muxaffafa, ya'ni yengil shaklda bu vaqtida suhirat bo'ladi. Har ikkilasining ma'nosi mushriklarga osmondan eshikdan birini echib, malaikalarni ko'ztib, osmonni ko'ztib, din degan mandaq narsa deb ko'ztib qo'ysangmi, bular iymon etmaydi. Ya'ni amaliy ko'rib tursinmi, yo'q, bizning ko'zimiz cho'qim tutiverildi. Cho'qim bizning ko'zimiz sehrlandi, bo'lmay qoldi deb mana iymon etmaydi degan ifodalanmoqchi. Har ikki xil qiroatdan shu xil ma'no gavdalanadi. Yana bir misol. Ibn Jarir at-Tabari Hasandan Sarabiluhum min qatiran degan oyat haqida tafsir qilib, qatiranda ikki xil qiroat bor. Qatiran, yana birisi qatrin nima an. Qatrin an. Ikki xil misol, ikki xil qiroatning ikki xil tafsirini bizga ko'rsatib beryapti. Yana qatiran deganimiz tuga belgi qo'yiladigan qatramlar. Tumir qizitilib tugularning u yoq belgi qo'ydi emasmi? Shundan nas degan. Undaganda ularga qiyomat kuni kiygiziladigan kiyim, sarabil degan gapga ishdan kiyimlarni ko'rsatdi, ko'ylaklarni. Ular qiyomat kuni ashunday qizitilgan tumirlarda kiyim kiygiziladigan ma'no chiqadi. Ibn Abbasning g'ayridan rivoyat qilib, bu eritilgan qo'g'ishin deydi, eritilgan qo'g'ishin. Mayli bayatni degandek qizitilgan tümüler olsun, yoki eritilgan qo'g'ishin bo'lsin, oyatdan chiqmoqchi bo'lgan mazmun dunyoda iymon etmagan, Allohning buyruqlarini qilmaganlarning jazosining qiyomat kunisi o't bilan ko'ydirilganlik, o't bilan dag'ilganligi ifodalanadi. Mayli o't tumirda qizitilib badnimizga yiqilsin, kiyimda ko'gizilsin yoki eritilib
eritilib, qo'g'ishindek betimizga quyilsin, baribir. Har ikkisining azobi qattiq ishlar. Shu aql tafsir qilsimi, ma'no shu, maql tafsir qilsimi, ma'no shu. Ana o'ganda faman qara, qanday odam qatiron deb o'qisa, birinchi tafsir, ya'ni bayatimiz degandek tafsir qiladi. Qatrin an deb o'qigan odam ikkinchi tafsirdan tafsir qiladi. Hisobda ikkili xil tafsirda ifodalamoqchi bo'lgan mazmun o'xshashlardir. Demak, bu yerdagi ixtilof qiroatdagi o'xshamaslikqa qaytadi. Ma'vo ixtilofning birinchi turi. Yana bu birinchi turining misoli Ibn Abbosdan kelgan bunday bir ixtilof bor. Aw lamastumun nisa deb. Lamasa degan asli arab tilidagi lug'at ma'nosi silg'an ma'nosimi bor, tutqan silg'an. Yana bir ma'nosi jima ma'nosimi bor. Endi mushu oyatda jima maqsadmi, lamastum silg'an maqsadmi? Qaysi bo'ladi desa, Ibn Jarir at-Tabari rahimahulloh Ibn Abbosdan rivoyat qilib, Ibn Abbos buni jima deb tafsir qiladi. Ammo Ibn Abbosning boshqasi lamzi bil yad deb tafsir qildi. Unda bo'lsa, neden chiqqan bo'lsa, oyatda ikki xil qiroat bor. Lamastum, lamastum. Qanday odam lamastum o'qisa, jima deb tafsir qilinsa bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimdagi lamasalarning, mulamasalarning hammasi jima ko'z tutilgan. Qanday odam lamasa deb o'qisa, vaqtda lamsi bil yad, ya'ni qo'ldan buni tutgan degan ma'noda bo'ladi. U mu her ikkilisi ma'lum darajada oyatning ma'nosini kengaytgan bo'ladi. Labas. Ma'vo mufassirlarningki tafsir ixtilof qilishining birinchi sababi, ya'ni xulosalab mufassirlarning tafsirida ixtilof qilishining birinchi sababi oyatdagi qiroatning o'xshamasligi, tafsirning o'xshamasligi ib bo'lgan. Ikkinchi sabab mufassirlarningki ixtilof qilishining sabablaridan birisi i'rob yo'llaridagi o'xshamaslik. Hammalar bilamiz, bulubmu arab tilida, boshqa tillarda unda ahvol yo'q. So'zning o'rni o'zi almashmagan taqdirdami, oxiridagi bir ahang talaffuz deymiz boshqa tillarga nisbatan. Ya'ni zivar, zir, pesh. Ma arab tilida grammatikalik o'rin deymiz endi buni. Grammatikalik o'rni marfu, mansub, majrurga qarab butunlay ma'no o'zgaraydi. La shakka, iniqki anna lil i'robninki ma'noga ta'sir va buni nahviy o'qiganlarning hammasi biladi. Bir pesh bilan nimaning oraliqida, zivarning oraliqida shu so'z ya jumlaning egisi bo'ladi, ya jumlaning to'ldiruvchisi bo'ladi. Egisi bo'lsa, ma'no butunlay boshqacha bo'ladi. To'ldiruvchisi bo'lsa, butunlay boshqacha bo'ladi. Agar egisi bo'lib qolsa, urgan odamga aylansa, to'ldiruvchisi bo'lsa, tayoqqa odamga aylanadi. Demak, ma'no osmon zamin farq bor degan gap. Fa'illar maf'ulun bihning o'tirida faqat shakldan turaq muqimlashib degani Xanuz tili yoki ingliz tili yoki boshqa tillarga o'xshash so'zning o'rni almashmaydi. Uningga boshqacha qo'shimcha qo'sha olmaydi. Faqat lam oxiridagi qaysizlar bilan farq qilamdi bu. Masalan, buning tipik ta'siridan birisi Annalloha bari'un minal mushrikin va rasuluhu degan oyatdagi luhu degan pashni bir odam qasdan law qara'aha bi kasril lam, qasdan lamni zir o'qib qo'ysa, lihi deb qo'ysa, bu odam kofir bo'ladi. Chunki luhu degan vaqtida Allohning rasuli mushriklardan ado juda degan bo'lsa, lihi bo'lib qolsa, Alloh mushriklar va o'zining elchisidan ado juda degan bo'lib qoladi. Ma'no osmon, zamin egizpas bo'lib ketadigan gap. Vallohul xoliqul bariul musawwir degandiki, vovni zir o'qigan vovni qasdan zir o'qib qo'ysa, kofir bo'ldi. Chunki zir o'qigan vaqtimizda Alloh yaratquchi sifatlar sifatlangan bo'ladi. Zir o'qigan vaqtda maxluq sifatlar sifatlangan bo'ladi. Nauzubillah. Demak, agar ma musawwirdagi vovni zir o'qishdan bunda o'qisa, yuqoridagi oyatni, aniqla kofir bo'ldi. Ha, mana anta tara, siz ko'rib turibsizki, annahu laysa baynal kufr wal iman. Iymon bilan kufrning o'rtasida bir lam harakat bor. Fashni zir o'qish, sirni fash o'qish. Zuvarni zir o'qish, zirni zir o'qish. Mushuni ularlar ya musulmon ya kafir o'qib turgan gap. Demak, mushuning o'zi kullu hadal mushlarning hammasi i'robning ma'nida ta'sir borligini ifodalaydi. Xo'sh, gapimiz mushakelgan vaqtda endi desak, oyatlarda qiroat jihatda grammatikchilarning ba'zi oyatlarni tahlil qilish jihatda, grammatikalik o'rin berish jihatda o'xshamaslik bor. Dal mushunga qarab turib, mufassirlarningki tafsir qilishdimi o'xshamaslik qilish bo'ladi. Unda mufassirlarningki tafsirining muxtalif bo'lib qolishining ikkinchi omili oyatlardagi grammatikalik o'rinningki o'xshamaydigan shaklda tahlil qilinishi. Masalan, i'robda muxtalif bo'lganning misoli
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ degan oyatga grammatikalik tahlil qilgan grammatik ulamolari varrasihundagi vovni ba'zilar atfi deydi, ba'zilar nima deydi? Atf emas, ibtidoning istinofning vosi deydi. Atf bo'lib qolsa, qiraatda va ma ya'lamu ta'wilahu illallohu varrasihuna deb qanday o'qiladi? Atf qilinib qo'shib davomli agashtirib o'qiladi. Agar istinofning vosi deb qolsa, va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh deb to'xtaymiz, varrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih deb manda o'qiladi. Mishadagi vovninki atf bo'lsa, ma'nosi boshqa chiqadi. İstinof bo'lsa, ibtidoning vosi bo'lib qolsa, ma'no boshqa chiqadi. Mishadillan aqida sohasida o'qiyotgan o'quvchilar obdan biladi. Aqida sohasidagi cho'ng ikki guruh bor. Shu voninki grammatikalik o'rni holatmi yoki grammatikalik o'rni ibtido istinofmi? Mushadillan maydonga chiqqanda, demak bular varrasihun haqida ixtiloflashgan bo'lib, bu labzul jaloliga atfi nasaqmi? Mushta deganlarmi bor? Yoki ibtido bilan marfu'mi? Mushta deganlarmi bor? Bu vaqtda xabri yaquluna amanna bo'ladi. Mushta ixtiloflashdi. Ixtiloflashganlik tufayli ma'no o'xshamadi, ma'no o'xshamaganlik tufayli aqida babida cho'ng ikki mazhab, nishadlan ikki mazhab paydo bo'ldi. Ya'ni mutashabihni Allohlar biladi deydiganlar, yo'q, Allohni biladi va ilmda rasx bo'lganlarni biladi, ilmda kamolat yetganlarni biladi deydiganlar. Demak, mushundan ko'rilishga bo'ladiki, bir oyatdagi grammatikalik o'rinning qanday shaklda mulohiza qilinishi shu oyatdan olinadigan tafsirga ta'sir ko'rsatadi. Dal mufassirlar mush ta'sirning natijasida o'xshamagan shaklda tafsir qilgan, mana bu mufassirlarning ixtilof qilishining ikkinchi sababi. Uchinchi sabab, ba'zida bu ixtilofning sababi dal so'zdagi maqsaddagi ixtilof bo'lib qoladi. Nimishqa so'z birdan ko'p ma'noga ehtimol kelganligi uchun bu ahvol ikki xil. Ya bisababil ishtirak al-lughawiyki shu so'z lafzi mushtarak bo'lganligi tufaylidanki asli tayinlanishlar ikki xil ma'noga tayinlangan. Batning matarafiga qaranglar. Yoki aslida ikkisi ifodalayotgan ikki taraf ikki ma'no bir. Ayaga pasim bulduğan, nega pasim bulduğandek holatlar var. Bunda bo'lib qolganda ba'zi mufassirlar ayaga qaytargan, ba'zi masalan zimirlar desak, zimir ayaga qaytsa, mamtahunga qaytsa, nega qaytsa, samatga qaytadi. Lekin zimir bir. Lekin bu bir zimir Ahmetga qaytsin bo'ladi, samatga qaytsin bo'ladi. Grammatika nuqtasidan. Anda olgandan keyin zimirdan mushada ikki xil ma'no chiqish ehtimoli bo'ldi. Nega qaytsa Ahmetga qaytadi, nega qaytsa samatga qaytadi. Qanday qiladi mufassirlar o'zining chanisiga qarab turib, ba'zilar mayaga qaytadi, ba'zi oyoqqa qaytadi. Shu yerdan tafsirda o'xshamaslik chiqadi. Kelayli bundoq deganlik bisababil ishtirak al-lughawi dedik emasmi? Birinchi so'zningki birdan ko'p ma'noga ehtimol qilishi ya lug'at jihatdagi ishtiroklik, lafzi mushtaraklik sababidan bir so'zning ko'p ma'nolik sababli bo'ladi deganlik. Buni deganlik, ma'no degani bundoq deganlik so'z u so'zning tayinlanish hukmlandigini asli tayinlanishdilar lug'at jihatda, lug'atan ikki ma'noga o'xshamagan ikki ma'noga ishlatiladi. Shuning bilan ulamolarning ba'zisi uni ikki ma'no bilan tafsir qiladi. Yana boshqa ulamolar uni ikkinchi ma'no bilan tafsir qiladi. Amriyat ikkala tafsir joiz, sahih, madam ikki ma'noning birini muayyanlashtiradigan dalil tunsa. Dalildan birisi kelib, ma'no keskin bilan iroda qilinib qolsa sallanma. Ammo dalillar bo'lmagan ikkala xil ma'no asli bo'ladi. Masalan, bayatni degandek qasra degan so'z lug'atlam ramiga ham ishlatiladi. Asad kimi ham qanday qilinadi? Ishlatiladi. Oyat kelgan vaqtida Rami margan otquchi deb ishlatsami bo'ladi. Asad yo'lbos deb ishlatsami-chi, shir deb ishlatsami-chi bo'laveradi. Asr degan so'zi lug'at jihatda kechining ketishi deb ifodalanadi, ma'ni ifodalaydi. An oyat kelib qolgan vaqtda madam dalildan birisi kelib, mishyadan ya kechining kelishi maqsad, ya kechining ketishi maqsad dil misalan ikkala ma'noni iroda qilsa bo'ladi. Undan boshqa nikoh degan lafzi masalan aldım taqdim degan nikoh qilib ishlatiladi. Va nikoh qilib bo'lgandan keyingi jinsiy munosabat, ya'ni vattiga ishlatiladi. Qar'i degan so'z bayatmi o'tdi. Hayzmi iroda qilinadi va tuhurmi iroda qilinadi. Shunga men bayatni degandek, salasata qur'atun hanafila salasa hayzat deb ma'nosi, Shafi'iylar salasatu athar deb bunday ma'nolar bor. Har ikkalisi ma'lum darajada asoslangan asoslari bor. Har ikkalisi xato degil olmaydi. Demak, lafz ishtirak bo'lganlik tufaylidan so'z ko'p ma'nilik
Biz söz yalğız olub qalsımı təyinlikli köp mənlik olğanlıq tüpəylidən sözdün ikili xil, ikkidən artıq məna çıxıb qaladı. Ayətlərdə kelib qalsa məşə sözdə müfəssirlər aşı mənlərin həmin əsas qılıb, məsələn avani əsas qılıb, yəni oxşamagan məna çıxdı. Demək ikinci amil, üçüncü amil ma'u. Ani bayatımız sözdəki ləfzi iştiraklıqqa simla misal qıldıq. Davatıdı ləfzinin iştiraklıqqa degəni sözün köp mənlik buluşu isim pillada düşkəndək hərflərdən düşüdü. Bunu həminlər bilisizlər. Dəslab nəhvi oxuğadım, grammatik kitabı oxuğadım bilidu, ərət dili bənin 9 mənisi var. Bir ayət kep qalğan bəni bir müfəssir ilsaq mənisi alsa, yeni bir müfəssir musahhaba mənisi elişi mümkün. Bir müfəssir isti'ana mənisini alsa, yeni bir müfəssir başqa mənada elişi mümkün. Yecuz. Madam delilge qarşı gəlmislam yecuz. Məsələn, min desək, ibtidail gayet üçün qıldı. Minnin hər xil mənisi var. Şu ibtidail gayetmi şu hər xil mənlərindəki bir məna. Allah Teala'nın ki Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Meyada ibtidail gayet üçün oldu. Təbiiz üçün mü kılıdı? Yani məzmunu parçalaş. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yani özünü yaxşı görən nəslərin türüdün başqaları çıxım qılmaq degəni, başqaları çıxım qilishdə, başqaları xeydə birishdə özünü yaxşısını načını yap qalmay, özünü qandığını yaxşı görsənlər, şu xildəki nəslərini çıxım qılmasanlar, yaxşılıq etməz. Yəni təbiiz üçün gəldi. Sebebiyetini ifadeleydi. Mimma hatiyatihim uğriqu. Ola hatalar qılıb tutbayladın g'arq qilin. Türünü ifadeleş çünkü oldu. Feyteni burritse minel avsan. Butun ibaret necistinler. Demek hem de Kur'an muşu xil köp ma'nilik sözlerini işletti. Meyl isim bolsun, fil olsun, yak bayat misal kötürkenlik herif bolsun. Lemme iste'amalal Kur'an. Kur'an muş elfaz müşterek ve şunun okşan sözlerini işletti ve de elbette bu sözler tefsirdeki ölümalarının ihtilaf koyuyorsan sebep olup kalışı iniklar. Çünkü biz bayatın degandek bana birisi bir xil elişi mümkün, yani birisi bir xil. Minni birisi tabiiz üçün alsa, birisi tabiin üçün elişi mümkün. Birisi sebebiyet üçün alsa, yani birisi ibtidail gayet üçün elişi mümkün. Oxşama qavrullarda. Bunda farqlar chiqqandan tabii ki tefsirning farqli bo'lib qolishi aniq. Bu ikkinchi amilning birinchi turi. 9 tane mufassirning ixtilof qilib qolishining sababining ikkinchi sababninki birinchi turi, ikkinchi sabab so'zdagi maqsadlik ma'no ko'pga ehtimoli bor. Nima shu ko'pga ehtimoli bor? Birinchisi, ashu so'z lafzi mushtarak bo'lib qolganlik. Bu bir. Ikkinchisi, ashu so'z aslida mutavati degani uningga to'g'ri keladigan, buningga to'g'ri keladigan so'z degan gap. Lekin mayadagi murod ikki turdan birisi yoki ikki shaxsdan birisi. Masalan, zimir desa, zimir degan aslida oldidagi maqsad qilinganligi tarafning qaysiga? Odamga bo'lamdi, jonliq, jonsiz, hamma narsaga qaysi bo'ladi. Ammo oyat kelgan vaqtida chuqur muayyan bir narsa maqsad qilinadi, yoki muayyan bir taraf yoki muayyan bir shaxs maqsad qilinadi. Ammo mufassirlar oningga bu ma'noga mos kelganlik tufaylidan oyaga birisi, endi birisi mayaga qaytarib qolishi mumkin. Shu tufaylidan oyatdan ilingan tushunchalarda, tafsirlarda o'xshamaslik chiqishi mumkin. Mana bu so'zning maqsadining ko'p xil ma'noga ehtimolli bo'lib qolish tufaylidan kelib chiqqan ixtilofningki ikkinchi turi. Masalan, summa dana fatadalla fakana qaba qawsin aw adna desa, mushrundagi dana, tadalla degan pillaning zimiri ilgirki mazmunlardan kimga qaytadi? Shunami ya? Undan boshqa val fajr va shaf'a val watr desa, tang, qaysi tang? Jub taq desa, qaysi jub taq? Va layalin ashr, qaysi 10 kun? Menga yuradi, qaysi 10 kun bo'lsa, lekin oyatdagi maqsad qaysi 10 kun? Oyatdagi tang, qaysi tang? Oyatdagi jub, qaysi jub? Oyatdagi taq, qaysi taq? Oyatdagi tada summa dana fatadalla degan pilning zimiri ne qaytadi? Bu bir masala. Mana ma'nunga o'xshagan va ma ashbaha zalik ma'nunga o'xshagan ishlarda fa mislu zalik buningdan salaflar degan har ma'no iroda qilinsimi bo'ladi, iroda qilinmasimi bo'ladi degani dalilli bo'lib qolsa, dalilli bo'lib qolsa, oyatning asli maqsadiga to'g'ri kelsa, iroda qilish mumkin. Vaqt la yajuz zalikki iroda qilinmasligi mumkin. Mana bular mufassirlarningki ixtilof qilib qilishninki 9 sababining 3-chi sababininki ikkinchi nimasi tarmoqi. Shuni bilan bugungi darsimiz mushatib tursin. Inshaalloh 9 sababning ichidan 4-chi sabab, 5-chi sabab, 6, 7, 8, 9-chi sabablar Alloh nasib qilsa kelasi soatlik darsimizni so'zlaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.